Mana qadrli obunachilar, sizni uyingizda nasosingiz yaxshi ishlamay turibdimi yokida muammo bormi, napori pastmi, davleniyasi. Hozir tushuncha berib o'tamiz. Agar siz uyingizdagi nasos tinmay ishlab turgan bo'lsa, o'chib yoqmasdan o'zini kontrol qila olmagan bo'lsa, mana shu qopqoqni yechasiz. Joyida mana yechadigan joy bor o'zi. Mana shuni yechasizda, yechgandan keyin o'rtasida minusovoy otverga tushadigan joy bor. O'shani minus tomonga buraysiz. Minus tomonga buraganingizda magnitdan uzoqlashadi. Plus tomonga buraganingizda magnitga yaqinlashadi. Magnitdan uzoqlashtirasiz agar mana shu nasosingiz to'xtamasdan ishlayotgan bo'lsa. Agar u mana shu ishdan keyin sozlansa, faraz qiling, davleniya yo'q nasosingizda. Mana shu joyini ochasiz mana. Ko'rib turganingizda mana shu joydan dam berasiz. 1.7, 1.8, 2.2 dam berishingiz mumkin. Bu esa nasosning miyasi, aslan kontrol qiladigan miyasi mana shu yerda joylashgan. Hurmatli kanalimiz a'zolari, ko'pchilik bizga telefon qilib shunaqa nasosimiz ishlamay qolyapti, nima qilsak bo'ladi degan savollar beradi. Mana shu qisqa va lo'nda savol. Inshaalloh tushundinglar degan umiddaman. Tushuntirib olganimizdan biz ham xursandmiz.